Agar senga o'xshagan noinsof, iflos makler bo'lmaganda Men analizlarni ko'rib chiqdim. Oldinga qaraganda holat juda yomonlashgan. Buni срочный operatsiya qilish kerak. Bu holat yaxshiligiga emas hozir. O'shani sizga aytib qo'yaman, qo'shnim bo'lganingiz uchun sizga aytayapman. Срочный operatsiya qilish kerak farzandingizni. Yo, rahmat aka, shunchalik. Hozir buni qattiq operatsiya qildiraman, imkoniyatim ham hozir ko'ryapsiz, oldingidagi ishlar yo'q. Hozir faqat Turkiya yoki Hindiston nima qilib bo'lmasin farzandingiz uchun pul topishingiz kerak. Xarajati necha pulga ketar-ekan aka? Hop, men o'zim tajribamdan kelib chiqib aytganda 25 mingdan 35 ming dollargacha ketadi. Yana aytaman, kech bo'lmasdan buni harakatini qilmasangiz bo'lmaydi. Qo'shnimsiz, necha yilga sizni bilaman men. O'shaning uchun aytayapman. Qayerdan bo'lmasin pul topib, uni срочный jo'natish kerak. Nima pulli harakatini qilishim kerak ekan aka? Harakatini qiling, men ham yo'masam borib ketishim kerak. Hozir o'zim boshqa kasallarim kutib qoldi. Harakatini qiling, aloqadaman men. Rahmat. Mayli, xo'p. Xudo bergan sinovlaringga shukr. Alo, o'rtoq, yaxshimisan? Tuzukmisan? Rahmat. Xabaring bor, kichkina farzandim kasal. Hozir doktorlarning oldidan chiqdim. Tezda operatsiya qilish kerak deyishyapti. Shunga ko'pchiligiga telefon qilib so'rayotgandim. Sendan ham so'rayman. Yo Hindistonda, yo Turkiyada deyishyapti. O'shanga vaziyating qanaqa? To'g'ri, tushundim men sen. Rahmat kattajon. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Bugun yaxshimi? Rahmat. Yaxshimisan? Xonadonda tinchmi? Duogo'ylar yaxshimi? Yaxshi yuribsan? Xudo shukr. Tinchmisan? Onaxon yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Ke, choy qilamiz, kelibsan. Keyingi safar hatto. Nima Oldingi bir xizmat bilan kelgan edim. Nima xizmat? Xabaring bor, kichkina farzandimni mazasi yo'q. Bola yetishotuvdi gruppada. Tezda operatsiya qilish kerak bo'lyapti. Oldingi pul so'rab keldim hatto. Operatsiya qildirasan, o'zimizda iloji bormi, yana chet elmi? Bu yerdagi doktorlarga, klinikalarga borib ko'rsatdim. Ko'pchiligi faqat Hindiston yoki Turkiyada aytishdi. Ayni olmoqchi. Qancha pul kerak bo'ladi? 25 ming 30 ming atrofida. Bunaqa pullar yo'q. Menda o'rtoq bilasan, o'zing oddiy oyligiga ishlasanmi? O'z bola chaqangdan ham ortib bo'lmayapti. Hozirgi paytda o'zing ko'ryapsan. Iloji bo'lganda bilasan, o'rtoq, sendan pul aymayman. Ya bo'ldi o'rtoq. Meni ham boradigan joylarim xudo xolisa Choy qilamiz. Rahmat. Men o'rtoq Alloh shifo bersa, bo'lganda bilasan, sendan pul ayirmadim. Ha, Shuhrat. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Oradan o'tib ketib qoldi kulli. Nima bo'ldi? Gaplashdingizmi? Oka, so'ramagan odamim qolmadi. Oxiri shu uyni sotishga qaror qildim. Uy sotishga qaror qildingizmi? Shunaqa. Siz gaplashib ko'rdingizmi bu kim bilan uy to'g'risida? Yo'q, hali hech kim bilan gaplashganim ham yo'q, xabarni ham berganim yo'q. O'shanga bugun shu qarorga keldim. Bormi tanish bilishingiz o'zingizni uy sotib beradigan? Men ishim tushmagan, hech tanish bilish ham yo'q. Sizda bor? Men bo'lsa, meni uyimni sotib bergan bitta bola bor edi. Xohlasangiz men kontaktini beraman. Bitta gaplashib ko'ring, komanda bo'lib ishlashadi. Tez sotuvdim men lekin ulardan uyimni. O, qani, nomerligisini beringchi, gaplashib ko'ray, oka. Oka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Siz Rahmat, rahmat. Oka, chaqiruvdingiz, mana shu atrofda edim, kelgandim, oka. Yaxshi-da, oka. Nima xizmat? Nima qilishimiz kerak? Mana shu uy, oka. Faqat tez sotish kerak bo'lyapti. Xo'p, срочный, a? Shunaqa. Ha, bo'ldi, xo'p, fasadlaringiz yaxshi ekan, mahalla yaxshi ekan. Inshaalloh
sotilib Yo'q, ketadi. hammasi yaxshi. Endi sotuvlari qanchaligini ichlarini ham bitta ko'rib etib tushuntirib berasiz, xudo xolisa. Ketdik aka, ko'rib Bo'ldi, chiqamiz bo'ldi endi. aka. Xo'p, qani. Ketdik. Hop, yuzni ko'rdik aka. Xudo xolisa, yuz yaxshi ekan. Sotuvlari ham yaxshi. Xudo xolisa, pulini nech pul qo'yamiz aka? Endi qancha qimmat bo'lsa, shuncha yaxshi aka hozir. Qarang, endi narx mana bunaqa narsa-da, srochniy bo'lgani bilan narxi chiqarishda va katta gap o'zi. Mani baholashim bo'yicha 50 mingdan 55 minggacha ketadi joyingiz. Xudo xolisa inshaalloh o'zingiz sotib yuborasiz 50 dan 55 minggacha bemalol o'zingiz barakasini qo'rurasiz, klientlar bilan o'zingiz savdolashasiz. Bizda bilasiz, bizda komanda, agar bilmagan bo'lsangiz, yana aytaman, bizda komanda bo'lib ishlaymiz. Xudo xolisa baribir kechqurun syomka qila olmaymiz. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ertaga kunduzi kelamizda, chiroyli video syomka qilib e'longa chiqaramiz, odamlarga ko'rsatamiz, chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xudo xolisa o'shanga javobini aytsangiz, o'shanga qarab ish qilamiz. Bo'ldi aka, men bitta o'ylab ko'ray. Sizga o'zim aloqaga chiqaman. Bo'ldi aka. Rahmat. Sog' bo'ling, aka. charchamang. Xo'p, Salomat xo'p, bo'ling. sog' bo'ling. Kecha mahalladagilar mahallani makleri bor deyishyotdi. Shu odamning nomerini berishdi. Shu odamga ham bir qilib ko'raychi. Alo. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? So'misiz, xonadonlar tinchmi? Mahalladagilar nomeringizni berishdi. Shu mahallaning makleri ekansiz. Aka, xonadonimni sotayotgandim. O'shanga bir ko'rib gaplashsak bo'ladimi siz bilan deyotgandim. Bo'ldi, aka, bir soatlarda siz bilan ko'rishamiz endi. Xo'p, rahmat. Ha, aka, tuzumisiz, sonlaringiz yaxshimi, charchamaysiz? Aka, 5-6 marta telefon qilib tashlayapsiz. Uyingizni sotishga olib qoldimmi, aka? Men sotib beraman dedim. Hech kimga xabar bermaysiz. Do'g'rimiz bor. Muammo nimada, aka? Zaril dedingiz, zarilda sotib beraman, aka. Hozir men bir joydaman. Saltiriyani qo'ng'iroqlashinglar. Bo'pti, aka, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Yaxshimisiz? uka, yaxshimisiz? Salomatchiligingiz yaxshimi? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Uchinglar hammasi salomat, Xonadonlar tinchmi? Rahmat. Nima gaplar? Aka, men shu xonadonimni sotishim kerak bo'lyapti. Hop. Farzandim kasal. Operatsiyaga pul kerak bo'lyapti. Bir hafta ichida shu yerni sotib, operatsiyaga olib borishim kerak. O'shanga mahalladagilar sizni tavsiya berishdi. O'shanga sizga aloqa Bu mahallada lider o'zim bo'laman. Nechta uylar sotib tashladik. Xudo xohlasa bu uyni ham sotib beraman. Bo'ldi, endi yuring, xonadonimni bitta ko'ring. Qani, uyni ko'raylikchi. Bismillah. Ukam, uyni ko'rdim. Uy yomon emas. Mendan oldin kimgadir narxlatdingmi, kimdir narx chiqardimi? Kecha kechqurun aka reklamachi bolani chaqiruvdim. 50 mingdan 55 minggacha ketadi deb aytuvdi. Ya ukam, ish faoliyatimdan kelib chiqib gapiraman. 50 ming bo'lsa qo'ling, sotsa bo'ladi. Sal pastroq emasmi aka? Ya ukam, menda klient baza bor. Naqd pul bilan o'tirgan klientlar bor. Sharoitimni ham ko'ryapsiz. Ya tushunyapman sharoitingni, buni sotish kerak. Hammani ham uyi ketmayapti hozir. Bo'ldi aka, faqat tezroq sotib bersangiz yaxshi bo'ladi. Agar rozi bo'lsang, baylashamiz. Ukam, qo'lni ol. Qo'ling 50 ming bo'ldi, 3-4 kunda baraka qilib yuboramiz. Ustiga aralashmaysan, savdoni o'zim qilaman. Klient bilan o'zim gaplashaman. Faqat tezlashtirib bering. Imkon qadar tezlashtiramiz. 2 soatda klient bilan kelaman. Naqd klientlarim bor. Qo'lida pul bilan o'tiribdi. Bo'ldi, ukam. Xo'p, aka. Aka, siz xohlagan uy, mahalla asfalt, mana bunaqa zo'r uylar bor. Tupiyligini aytmaysizmi? Voy, bolalar mazza qo'ynaydi. Sotuvga chiqqan xonadon mashi bo'ladi. Hozir ichkarini ham bitta ko'ramiz. Aniq yoqib qoladi sizga. Ketdi. Kim? Ukam, manman. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Charchamayapsan? Qalaysan? Charchamayapsiz. Tinchmi? Ha, rahmat sizga. Okam uyni ko'rgani keluvdilar, bir uyni ko'rsataylik. Bo'ldi, Qani? aka. Xo'p, kelinglar. Qani, kiring. Uyni ko'rdingiz. Rostmi? Chiroyli holatda. Hop. Uy zo'r. Yoqdimi? Yoqdi zo'r. Narxini 55 ming dollar deyapman. 50 ming beraman. Ya 50 mingga pishmaydi lekin. Orqaga ikkita uchastka qursa bo'ladi o'g'irlarga. Bor pul naqd. 50 mingga pishmaydi. 52 ming. Avans berib ketaman.
Ya, uy narxini aytaymi? Bo'lishini. 54 ming bo'lsa baraka qilib yuboramiz lekin. Bunaqa joy tez ketadi. Sizga yomon narsa birlagat qilmayapman men. Yo'q, hammasi yaxshi. Unda bir o'ylab ko'ray. Bo'lmasa aloqadaman. Bitta o'ylang. Jiz etgan bo'lsa bosish kerak. Telefonlashamiz. Bo'ldi, qo'ng'iroqingizni kutaman. Salomat bo'ling, xabarlashamiz. Oka, menga qarang. Hali bir kun vaqtingiz ham ketgani yo'q-da. 52 mingga berib yuborsangiz bo'lardi-yu, sharoitimni tushuntiribsiz, oka. Ukam, sen savdoga aralashma dedimmi? Sen bilan baylashdik, men 2000 ga ishlamayman. Bu odamni puli bor. 54 ga tiqib yuboraman shu odamga. Ishon? Savdosini qilib yuboraman. Yo, mayli, plus vaziyatimni sizga men tushuntirdim-ku, oka. Sen vaziyatingni bilib turibman. 3-4 kunda savdosini qilaman dedimmi? Bir kun o'tmadi oradan hali. Hali 3 kun bor orada. Ish bor menda. Telefonlashamiz. Sog' bo'l. Alo. Ha, ukam yaxshimisan? Sonlar yaxshimi? Qachonsan? Ha, ukam sotamiz dedim uyni, muammo yo'q. Aytdim-ku, hadeb qo'ng'iroq urmaydi endi. Bo'ldi, sotamiz. Bo'ldi, hal qilamiz. Sog' bo'l. Ukam, qo'ng'iroq urar ekanda, voy, seni uyingdan ko'proq foyda qiladigan joy bor. Go'sht bor senda. Uyga kirib ketmasam bo'lmaydi. Ha, Shuhrat. Assalomu alaykum, Do'ron aka. Oka, tushunsiz, charchamayapsizmi? Men dedim. Yana mazasi bo'lmayapti, oka. Ko'rib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Bilmayman, hozir o'zidan ketib qoldi, oka. Yur. Ahvoli juda yomonlashib qolibdi-ku. Bundan yomonlashib ketyapti. Men sizga aytdim. Ahvolini ko'ryapsizmi bolangizni o'zi? Necha kun o'tib ketdi oradan, ahvolini qarang, o'sha bolangiz oxirgi kunlarini ko'rayotgandir balki. Oka, pul so'rab bormagan odam qolmadi. Xabaringiz bor. Mashinamni ham sotuvga qo'ydim, uyimni ham sotuvga qo'ydim. Ishonsangiz 2-3 kun oldin makler shunda uyim sotilayotgan joyda nafsiga qul bo'lib, uyim sotilmay qoldi. Bunaqa qilish kerak emas, nima qilib bo'lmasin pul topishingiz kerak edi. Bo'ldi, o'sha bolangiz o'sha vaqtda juda sizda oz qolgan tushunyapsizmi? Men necha yillik doktorman. Bunaqa operatsiya, bunaqa jarayonlar nechtasini ko'rib yordim. Sizga to'g'risini aytadigan bo'lsam, juda o'tkazib yuborgansiz. Kech qoldingiz. Harakatingizni qilavering. Hozir aka, to'xtang. Allahu akbar. Allahu akbar. Ha, uka, uyni sotaman dedim, 54 ga baraka bo'ldi. Mana zaklat. Agar senga o'xshagan noinsof, iflos makler bo'lmaganda, balkim bolam omon qolarmidi. O'sha $2000 olsang bo'lardi-ku o'sha paytda.